O'zbekistonning Portugaliyani yutishi taxminan 8%, lekin Kongoni yutishi esa taxminan 30%. Unda O'zbekiston Portugaliya va Kongoni ketma-ket mag'lub etib, jahon chempionatining 1/16 finaliga chiqish ehtimoli qancha? Taxminan 2,4%. Bu juda past deysizmi? Ha, to'g'ri. Lekin bu hali hammasi tugadi degani emas. 2006-yilda Gana terma jamoasi ham xuddi shunday vaziyatda edi. Ular o'z tarixidagi ilk jahon chempionatining birinchi o'yinida Italiyaga 0-2 hisobida mag'lub bo'lishdi. Ammo keyingi uchrashuvda o'sha paytda FIFA reytingida ikkinchi o'rinda turgan Chexiyani 2-0 hisobida mag'lub etib va Amerika ustidan ham 2-1 hisobida g'alaba qozonib, o'zlarining ilk jahon chempionatida 1/16 finaliga chiqishdi. Agar Gana buni uddalagan bo'lsa, biz ham 100% uddalaymiz. 23-iyun kuni Portugaliyaga qarshi o'yinda O'zbekiston futbolining yangi tarixi boshlanadi. Sizningcha bu o'yinda kim g'alaba qozonadi? Obuna bo'ling.